kat yo'lda Optimaga kelganmiz, ishlab chiqaradigan joyga. Ko'rib turibsizlar, bu hozir mana ishlab turganini, hozir narxini necha kvadratga aytishini aytamiz. Bu hokali yonar ekan. Mana hokalar tashab qo'yilgan, motorlar qo'yilgan, bemalol aylantirib olib kirib ketadi. Xo'p, kattadan boshlayveramiz, aka. Ha, bemalol. Bu necha kvadratga ketadi? 600 kvadratga. 600 kvadratga menga bemalol 150 kilo hoka sig'adi. Bitta zapravka qilganingizda qancha ketadi? To'l qop hoka sig'adi aka. Ha, bunga to'l qop sig'adi. To'l qop ketadi. Yo'q, 200 kilo sig'ar ekanda, 50 kilodan bo'lsa. Xo'p, 200 kilo zapravka qildingiz, 600 kvadratga qancha ketadi mana shu? Endi aka Sutkasiga. sutkasiga 100 kilodan 150, 160 shunaqani. 100 bilan 160. Demak, bitta polni zapravka qilsangiz, 1,5 sutka bemalol xudo xolasa 600 kvadrat. Ana endi hozir vaqtiga kelib olib kiryapman. Qatiyonni hozir mana ichi kiryapti-da. Tepani. Ha, o'zi aylanib, o'zi qatib olmas ekanda, bu o'zi olib kirib ketaveradi. Olib kirib yoqaveradi. Xo'p, mana yerda gradusi bor mana. Mana hozir kelganingizda mana 5 minut bo'ldi. 5 minut bo'ldimi hozir? Ha, 5 minut bo'ldi aka. Mana 45, ha. 40 mana 70. 70. Nechaga qo'yib qo'yilgan o'zi bu hozir? 90 ga. 90 bo'lganda o'chadi. 90 bo'lganda o'chadi. Hozir xolaganingizga qo'yaverasiz. Misol suv Bitta qaynaganda ko'ring. o'chadi. Yo'q, qo'yganmiz mana. Yonishini ko'ryapsizlar, vaqti dahshat. Bunisi necha kvadrat? Bu necha pul narxi aka buni? Keyingi bir kun ochiq turuvdi. Hozir mana ko'z oldida yoqdim, yonib ketdi. Bir sutkadan keyin yoqsangiz ham o'zi tayida cho'g'ini kuylab yoqib beraveradi. Cho'g'ini kul o'rab qolar ekan. Ha. Shu Xuddi novvoyxonalarda anaqa qo'ygandan. Bu necha pul bu aka? Nima qalab, u bu qilgan yo'q. Zo'n narsa ekan lekin. Bunisi necha pul? Xo'p, aka bu 1800. 1800. Dastlabki qat-qatga bor? Dastlabki mana shu nimalarga bor, o'zimizni vodiy bo'ylab. Vodiy ichi dastlabkasi bor. Xo'p, bunisi necha kvadrat? Boshqa yoqlarga pulni bersa, dastlabki bor. Bunimiz necha kvadratli? Bu 400 kvadratli. Buni narxi necha pul? Buni narxi 1600. 1600. Bunimiz necha kvadratli aka? Bu 23 kilowatt. 230 kvadrat 230 ketadi. kvadrat Narxi ketadi. necha pul? Narxi ikki xil varianti bor. Aha. Xo'p, $1000, $1100. 1000 bilan 1100 farqi. Ha. Bu farqi motorida, olib keladigan motori. Bitta motor qo'yib qo'yiladi bunga. Ha, keyin o'ralishida ham farqi bor. Bunisi aka, necha Hammasi kvadrat? uteplet bo'lgan bular. Bu 150 kvadrat. Mana shu bitta xonadonga 6 ta uy boriga yetaveradi. Yetaveradi. Bemalol qish kunida maykali yursa bo'ladi ichkarida. Xudo xolasa. Bu rasxoti nechta bo'ladi sutkasiga? Bir qop bo'ladimi? Ha, bir qop. Bir qop hoka bir sutkaga yetadi. Agar masalan kichikroq joyga yoqsa, 2 xona, 3 xonaga ham yoqishadi. Endi ozroq joyga unda ko'proq yetadi. Ozroq hoka yoqadi bir sutkasiga. Xonani hisobiga qarab yetaveradi. Buni narxi necha pul? Buni narxi 800, 900 ikki xil variant bor. Bu ham shu motorida farqi bor. Buni ham vodiy ichi dastlabki bepul, Voha Toshkentga puli bilan. Pastdagi raqamga telefon qilaverasizlar. Kat yo'lda ishlab chiqarishga kelganmiz. Ko'ryapsizlar, ekonom kat yo'li. Hozir Marg'ilonda turibmiz. Aytganimizdek akamiz vodiy bo'yicha dastlabki bepul qilib beradilar. Boshqa viloyatlardan telefon qilsangiz, dastlabkasini bersangiz, xudo xolasa olib borib jo'natib bersa, buni ustanovkalariga o'zi ustalar qilaveradi bemalol. Yo, ustanovka xizmati ham bormi o'zlaringda o'rnatish boshqa? Yaqin o'rtaga bo'lsa, unaqalarni ham yo'lga qo'yganmiz. Pastki raqamga telefon qilaverasiz. Bunga garantiya necha yil beriladi? 1 yil garantiya. 1 yil garantiyasi bor. O'sha pasportlarni beriladi. 1 yillik garantiyasi bilan xudo xolasa telefon qilsalar ham xudo xolasa dastlabkilar bor. Kat yo'lda so'ragan tanish bilish bo'lsa jo'natib qo'yamiz. Mana iqtisodiy qulay, ishonchli nasiya savdoga chiqarishyapti ekan. Tem bo'lib pastdagi raqamga telefon qilsalar ham sizlarga bo'lib to'lashga ham mashkat yo'lda berishar ekan.